Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men 1 avgustdan boshlab odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu gap faqat tadbirkorlar, haydovchilar yoki nafaqa oluvchilarga tegishli emas. Bu masala kommunal to'lov qiladigan, bank kartasidan foydalanadigan, farzandini o'qishga tayyorlayotgan, kredit to'layotgan, davlat xizmatlariga murojaat qiladigan har bir oilaga aloqador bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan o'zgarishlarni bilmagani uchun ortiqcha jarima to'laydi. Navbatda vaqt yo'qotadi yoki kerakli hujjatni kech topshirib qo'yadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Men bugun hammasini oddiy tilda, misollar bilan nima qilish kerakligini aniq qilib tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'p holatda odamlar qonun, qaror yoki tartib o'zgarganini faqat muammo paydo bo'lgandan keyin bilishardi. Masalan, kimdir kommunal to'lovda yangi hisob-kitobni ko'radi, lekin nega summa oshganini tushunmaydi. Kimdir davlat xizmatlari markaziga boradi, lekin undan qo'shimcha hujjat so'rashadi. Yana kimdir bank kartasida cheklov yoki komissiya borligini faqat pul yechayotganda sezadi. Eng yomoni, ayrim fuqarolar jarima kelgandan keyin, subsidiya rad etilgandan keyin yoki ariza muddati o'tib ketgandan keyin harakat qilishadi. 1 avgustdan boshlangan o'zgarishlarning asosiy mazmuni shundaki, ayrim sohalarda nazorat kuchayadi. Ayrim xizmatlar elektron shaklga o'tadi. Ayrim to'lovlar va tartiblar yangilanadi. Ayrim imtiyozlar esa faqat aniq mezonlarga javob berganlarga beriladi. Men buni vahima qilish uchun aytmayapman. Oldindan tayyor bo'lgan odam yutadi. Kim hujjatini tartibga keltirsa, qarzini tekshirsa, arizasini vaqtida topshirsa, telefon raqami va pasport ma'lumotlarini yangilasa, u ortiqcha asab va pul yo'qotmaydi. Eng muhim narsa shuki, har bir o'zgarish ham hamma uchun xavf degani emas. Ba'zilar uchun bu yangilik bo'lishi mumkin. Masalan, elektron xizmatlar ko'paygani odamni idora-idora yurishdan qutqaradi, lekin hujjatida xato bo'lgan. Eski telefon raqami ro'yxatda turgan, qarzdorligi bor yoki shartnomalarini tekshirmagan odamlar uchun muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun men hozir sizga kimlar alohida e'tibor berish kerak? Kimlar shunchaki tekshiruvdan o'tkazib qo'ysa yetarli? Qaysi joylarda nozik nuqtalar borligini birma-bir aytaman. Birinchi e'tibor beriladigan yo'nalish bu kommunal to'lovlar va qarzdorlik masalasi. Elektr, gaz, suv, issiqlik ta'minoti bo'yicha hisob-kitoblar tobora raqamlashtirilmoqda. Oldin ayrim joylarda hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida kiritilmasa ham odamlar keyinroq borib tushuntirib yurishardi. Endi esa ko'rsatkich, qarzdorlik, penya, shaxsiy hisob raqamdagi ma'lumotlar tizimda aniq ko'rinadi. Masalan, siz iyul oyida 180 ming so'm elektr ishlatdingiz, lekin to'lovni kechiktirdingiz. Avgustda ustiga yana 220 ming so'm qo'shildi. Agar tizimda eski qarz ham turgan bo'lsa, siz o'zingiz 220 ming so'm to'ladim deb o'ylaysiz, lekin aslida pul avvalgi qarzga yopilishi mumkin. Natijada yangi oy bo'yicha yana qarzdor ko'rinasiz. Bunday holatda odamlar ko'pincha men to'laganman-ku deb norozilik qiladi. Lekin chekni saqlamagan bo'lsa, shaxsiy kabinetga kirmagan bo'lsa, hisob raqamini noto'g'ri kiritgan bo'lsa, isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men birinchi maslahatni shu yerdan boshlayman. Kommunal to'lov qilganingizda chekni telefonda saqlang. Shaxsiy hisob raqamingizni bir marta tekshiring. Xonadon egasi nomi to'g'ri yozilganmi? Qarzdorlik nolmi yoki yo'qmi? Buni albatta ko'ring. Ikkinchi yo'nalish bank kartalari, kreditlar va mikroqarzlar. 1 avgustdan keyin moliyaviy xizmatlarda mijozni aniqlash, telefon raqamini tasdiqlash, shubhali operatsiyalarni nazorat qilish kabi jarayonlar kuchayishi mumkin. Oddiy tilda aytsam, banklar sizning kartangiz, ilovangiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz mos kelishini ko'proq tekshiradi. Bu firibgarlikning oldini olish uchun kerak. Lekin bu yerda oddiy odamlar bilish kerak bo'lgan muhim nuqta bor. Bankdagi telefon raqamingiz eski bo'lsa, karta onangizning nomida, ilova sizning telefoningizda bo'lsa, kredit bo'yicha SMS boshqa raqamga ketayotgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, bir kishi 1 million so'm mikroqarz olgan, oyiga 6 ming so'mdan to'laydi. U telefon raqamini almashtirgan, lekin bankka xabar bermagan. To'lov muddati yaqinlashgani haqida SMS eski raqamga ketadi. Odam bilmay qoladi, 10 kun kechikadi, ustiga penya yoziladi, kredit tarixi yomonlashadi. Keyin u kattaroq kredit olmoqchi bo'lsa, bank sizda kechikish bor deb rad qilishi mumkin. Shuning uchun bank ilovalaringizga kirib,
telefon raqami, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, kredit jadvali va avtomatik to'lovlar to'g'ri turganini tekshirib qo'ying. Uchinchi yo'nalish davlat xizmatlari va elektron arizalar. Bugun ko'p xizmatlar Yago interaktiv davlat xizmatlari portali, my.uz davlat xizmatlari markazlari va idoralarning elektron tizimlari orqali qilinyapti. Bu yaxshi, chunki navbat kamroq bo'ladi, ariza holatini ko'rish osonlashadi. Lekin tizim sizdan aniq ma'lumot talab qiladi. Pasport yoki ID karta muddati o'tgan bo'lsa, STIR yoki JSSHR ma'lumotlarida xatolik bo'lsa, nikoh tug'ilganlik, mulk hujjatlari bazada to'g'ri ko'rinmasa, ariza rad etilishi mumkin. Masalan, oila bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam uchun ariza beradi. Ularning uyida 5 kishi yashaydi. Lekin ro'yxatda eski manzilda turgan bir qarindosh ham ko'rinib qoladi. Tizim daromadni hisoblaganda o'sha odamning ma'lumotini ham qo'shib yuborishi mumkin. Natijada oila daromadi me'yordan yuqori deb rad javobini oladi. Aslida muammo nafaqada emas, manzil va ro'yxat ma'lumotlarida bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy yordam, subsidiya, nafaqa, kompensatsiya yoki imtiyozga ariza beradiganlar avval oila tarkibi, ro'yxatda turish joyi, daromad manbalari va hujjatlar mosligini tekshirishi kerak. 4-yo'nalish tadbirkorlar va o'zi band qilganlar uchun avgustdan keyin soliq hisobotlari, onlayn kassa, ijara shartnomalari, xodimlarni rasmiylashtirish kabi masalalarda e'tibor yanada muhim bo'ladi. Kichik do'kon egasi, go'zallik saloni, ustaxona, taksida ishlaydigan fuqaro, internet orqali savdo qiladigan odamlar men kichik ishlayman, menga tegmaydi deb o'ylamasligi kerak. Raqamli to'lovlar ko'paygani sari aylanma ham ko'rinadi. Masalan, bir ayol uyida tort pishirib sotadi. Oyiga 8 million so'm tushum qiladi. Pullar karta orqali keladi. U buni shunchaki shaxsiy pul deb o'ylaydi. Lekin muntazam tushumlar ko'rinsa, bank ham, soliq tizimi ham bu faoliyat haqida savol berishi mumkin. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l o'zini o'zi band qilish, faoliyat turini to'g'ri tanlash, tushum va xarajatlarni alohida yuritishdir. Shunda odam qo'rqib ishlamaydi. Aksincha rasmiy ishlaydi va kelajakda kredit, subsidiya yoki shartnoma olish imkoniyati ham oshadi. 5-yo'nalish avtomobil egalari va haydovchilar. Avgustdan boshlab yo'l harakati, texnik ko'rik, jarimalar, sug'urta, avtotransport hujjatlari bo'yicha tartiblar doimiy nazoratda bo'ladi. Men bu yerda alohida ogohlantiraman. Avtomobilni ishonchnoma bilan haydab yurganlar, sug'urta muddati tugashiga yaqin qolganlar, jarimalarni tekshirmaganlar, texnik ko'rikni ortga surib yurganlar hoziroq tekshirishi kerak. Chunki bitta mayda e'tiborsizlik katta xarajatga aylanishi mumkin. Masalan, haydovchi sug'urta muddati 30-iyulda tugaganini unutdi. 3 avgust kuni yo'lga chiqdi. Yo'lda tekshiruv bo'lsa yoki kamera tizimida ma'lumot ko'rinsa, unga jarima qo'llanishi mumkin yoki mashinani sotib olgan. Lekin rasmiy qayta ro'yxatdan o'tkazishni cho'zib yurgan odam keyin eski egasi bilan muammoga duch keladi. Jarima eski ega ketadi. Soliq yoki boshqa majburiyatlar chalkashadi. Shuning uchun avtomobil hujjatlari doim egasi sug'urta. Texnik holat va jarimalar bo'yicha toza bo'lishi kerak. 6-yo'nalish ta'lim va o'quv yiliga tayyorgarlik. Avgust oyida ota-onalar uchun eng katta masala maktab, bog'cha, kollej, texnikum, oliy ta'lim, kontrakt ijara, yotoqxona va hujjatlar bo'ladi. Bu yerda ham o'zgarishlar faqat to'lovda emas, tartibda bo'lishi mumkin. Elektron qabul, navbat, shartnoma, imtiyoz, to'lov muddati, hujjat topshirish oynasi aniq belgilangan bo'ladi. Kim buni o'tkazib yuborsa, keyin bilmay qoldim degan gap yordam bermaydi. Masalan, talaba kontrakt asosida o'qiydi. Uning yillik kontrakti 12 million so'm. Oila bir yo'la to'lay olmaydi, bo'lib to'lashni rejalashtiradi. Agar shartnomada muddatni o'qimasa, birinchi to'lov qachongacha bo'lishini bilmasa, talaba buyruqqa kiritilishda yoki darsga qo'yilishda muammo chiqishi mumkin. Yoki yotoqxona uchun ariza faqat elektron qabul qilinsa, talaba pasport nusxasi, rasm, ijtimoiy holatni tasdiqlovchi hujjatlarni kech tayyorlasa, joylar to'lib qoladi. Shuning uchun avgust oyida ta'lim bilan bog'liq har bir qarorni rasmiy manbadan tekshirish kerak. Endi istisnolar, yashirin nozikliklar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan joylarga o'taman. Birinchi noziklik, hamma o'zgarish ham avtomatik qo'llanmaydi. Ba'zi imtiyoz yoki yengillikni olish uchun ariza berish kerak bo'ladi. Odam men shu toifaga kiraman, demak menga o'z beriladi deb o'ylaydi. Lekin amalda tizim sizdan hujjat, ariza, tasdiq yoki yangilangan ma'lumot talab qilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oila ijtimoiy yordamga haqli bo'lishi mumkin. Lekin oiladagi biror
a'zoning rasmiy daromadi noto'g'ri ko'rsatilgan, bankdagi qoldiq yoki mulk ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa ariza rad etiladi. Bu rad etish har doim ham sizga yordam berilmaydi degani emas. Ba'zan bu ma'lumotni to'g'rilang, keyin qayta murojaat qiling degani. Shuning uchun rad javobini olgan odam darrov tushkunlikka tushmasin. Rad etish sababini yozma yoki elektron shaklida olib, aynan qaysi band bo'yicha muammo borligini aniqlasin. Ikkinchi noziklik. Eski qarzlar yangi tartibda ham yo'qolib ketmaydi. Kommunal to'lov, soliq, jarima, aliment, kredit, ijara yoki boshqa majburiyat bo'lsa, uni tizim ko'rsatishi mumkin. Ba'zan odam qarzni unutgan bo'ladi. Masalan, 2022 yilda qolgan 90 ming so'm jarima yoki 2023 yildagi 1 ming so'm kommunal qarz yangi xizmatdan foydalanayotganda to'siq bo'lishi mumkin. Shu sababli avgustgacha yoki avgust boshida barcha asosiy tizimlardan qarzdorlikni tekshirib chiqing. Uchinchi noziklik, hujjatdagi bitta harf xatosi ham muammo chiqaradi. Ism, familiya pasportda boshqa, bankda boshqa. Kommunal shartnomada boshqa yozilgan bo'lsa, tizimlar bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Ayniqsa, nikohdan keyin familiyasi o'zgargan ayollar, eski pasportdan ID kartaga o'tganlar, manzilni o'zgartirganlar, meros yoki hadya asosida uy olganlar hujjatlarni diqqat bilan ko'rishi kerak. 4-noziklik, telefon raqami endi oddiy aloqa vositasi emas, ko'p xizmatlarda shaxsni tasdiqlash vositasi. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa, ya'ni akangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki farzandingiz nomida bo'lsa, ayrim xizmatlarda tasdiqlash qiyinlashadi. Bankdan SMS kelmaydi. Portalga kirishda kod boshqa odamga boradi. Ariza holatini kuzata olmaysiz. Shuning uchun asosiy raqamingiz o'z nomingizda bo'lgani ma'qul. 5-noziklik. Norasmiy kelishuvlar xavfli bo'lib boradi. Uy ijarasi og'zaki kelishilgan, ishchi og'zaki yo'llangan, mashina og'zaki sotilgan. Qarz pul tilxatsiz berilgan bo'lsa, mojaro chiqqanda isbotlash qiyin. Raqamli tizimlar kuchaygani sari rasmiy shartnoma, elektron chek bank o'tkazmasi, yozma kelishuv odamni himoya qiladi. Masalan, siz 3 million so'm ijara to'laysiz, lekin shartnoma yo'q. Ertaga uy egasi to'lamadi desa yoki sizga yashash manzili kerak bo'lsa, qo'lingizda isbotgan bo'ladi. 6-noziklik, hamma xabar ham ishonchli emas. Avgust yaqinlashganda ijtimoiy tarmoqlarda hamma uchun jarima oshadi. Barcha kartalar bloklanadi. Falon hujjatsiz xizmat berilmaydi degan vahimali gaplar ko'payadi. Men tomoshabinlarga ekspert sifatida shuni aytaman. Faqat rasmiy manbaga ishoning. Vazirlik, qo'mita, hokimlik, davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy ilovasi yoki Kolma markazi orqali tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanal yozgan xabar asosida pul to'lamang, hujjat yubormang, karta ma'lumotlaringizni bermang. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, barcha asosiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati doimiy ro'yxat, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, avtomobil texnik pasporti, uy hujjati, ijara shartnomasi, bankdagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar familiya, manzil yoki pasport raqami o'zgargan bo'lsa, bank, kommunal tashkilotlar va kerakli idoralarda yangilating. Ikkinchi qadam, qarzdorlikni tekshiring. Kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamingizga kiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, chiqindi, issiqlik to'lovlari bo'yicha qarz bormi, yo'qmi ko'ring. Keyin jarimalarni tekshiring. Avtomobilingiz bo'lsa, yo'l harakati jarimalari, sug'urta muddati, texnik ko'rik muddati bilan tanishing. Kredit yoki bo'lib to'lash bo'lsa, to'lov jadvalini yuklab oling yoki skrinshot qilib saqlang. 3-qadam, bank kartalari va ilovalarni tartibga keltiring. Telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsin. SMS xabarnoma ishlayaptimi? Ilovaga kira olyapsizmi? Parol va PIN kodlarni hech kimga bermaganmisiz tekshiring. Agar eski kartalar bo'lsa, ularni yopish yoki yangilash masalasini bank bilan hal qiling. Kredit olgan bo'lsangiz, oyma-oy qancha to'lashingiz kerakligini faqat taxmin bilan emas, shartnoma bo'yicha biling. 4-qadam, davlat xizmatlari portallariga kirishni sinab ko'ring. MyPick.good, uz yoki kerakli rasmiy tizimda shaxsiy kabinetga kira olasizmi? Elektron raqamli imzo kerakmi? One ID ishlayaptimi? Telefoningizga tasdiqlash kodi kelyaptimi? Bularni oldindan tekshiring. Ariza topshirish kuni kirishga urinib, parolni eslay olmay qolish eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. 5-qadam, ijtimoiy yordam. Subsidiya yoki imtiyoz olmoqchi bo'lsangiz, hujjatlarni alohida papkaga yig'ing. Oila tarkibi, daromad ma'lumotlari, nogironlik guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bolalar hujjatlari, yashash manzili, bank hisob raqami,
ariza uchun kerak bo'ladigan boshqa ma'lumotlarni tayyorlang. Agar rad javobi kelsa, og'zaki bahslashib yurmasdan rad sababini so'rang va aynan o'sha sababni bartaraf eting. 6-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, hisob kitobingizni tartibga keltiring. Tushumlar shaxsiy karta bilan aralashib ketmasin. Xaridorlarga chek berish, shartnoma tuzish, xodim bo'lsa rasmiylashtirish, ijara bo'lsa shartnoma qilish, soliq hisobotlarini vaqtida topshirish odatga aylansin. Siz kichik ishlayotgan bo'lsangiz ham, tartib bo'lsa, keyin qo'rqadigan joy qolmaydi. 7-qadam, barcha muhim to'lovlar uchun eslatma qo'ying. Telefoningiz kalendariga kredit kuni, kontrakt to'lovi, kommunal to'lov, sug'urta muddati, texnik ko'rik, hujjat muddati tugash sanasini yozib qo'ying. Masalan, har oyning 25 sanasida kommunal to'lovlarni tekshirish, har oyning 5 sanasida kreditni to'lash, sug'urta tugashidan 10 kun oldin eslatma chiqarish kabi oddiy tartib o'ylayib byudjetni ham asamdam saqlaydi. 8-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Keksalar, internetdan yaxshi foydalana olmaydigan ota-onalar, chekka hududdagi qarindoshlar ko'pincha eng muhim xabarlarni kech eshitishadi. Ularning telefon raqami, pensiya kartasi, kommunal qarzi, hujjat muddati, nafaqa yoki yordam arizalari bo'yicha ko'mak bering. Biror kishi bilmagani uchun imkoniyatdan mahrum bo'lishi yoki jarima to'lashi juda achinarli. 9-qadam, hech kimga karta raqami, SMS kodi, pasport rasmini shubhali havola orqali yubormang. Avgustdagi o'zgarishlar bahonasida firibgarlar ham faollashishi mumkin. Yangi to'lovni tasdiqlang, subsidiyangiz chiqdi, jarimani bekor qilamiz. Karta bloklanmasligi uchun kodni ayting degan xabarlar kelsa, darhol ishonmang. Rasmiy ilovaga o'zingiz kiring yoki tashkilotning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. 10-qadam, o'zingizga bitta oddiy qoida qo'ying. Eshitgan har bir yangilikni rasmiy manbadan tekshirmaguncha qaror qabul qilmang. Chunki noto'g'ri xabar asosida shoshilib pul to'lash, keraksiz hujjat tayyorlash yoki firibgarga aldanish ehtimoli bor. Rasmiy hujjat, qaror raqami, kuchga kirish sanasi, kimlarga tegishli ekani istisnolari va amaliy tartibi aniqlanmaguncha xulosa qilmang. Demak, 1 avgustdan boshlab eng asosiy tayyorgarlik vayma qilish emas, tartibga keltirishdir. Hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorlikni ko'ring, bank va telefon raqamingizni yangilang, kommunal to'lovlarni nazorat qiling. Ta'lim va ijtimoiy yordam bo'yicha muddatlarni o'tkazib yubormang. Tadbirkor bo'lsangiz rasmiy hisob kitob yuriting. Shunda har qanday o'zgarish siz uchun kutilmagan muammoga emas, boshqariladigan jarayonga aylanadi. Men ekspert sifatida yana bir narsani alohida aytaman. Qonun va tartiblar o'zgarganda eng ko'p zarar ko'radiganlar befarq odamlar bo'ladi. Eng kam zarar ko'radiganlar esa oldindan tekshiradigan, hujjatini saqlaydigan, chekini yo'qotmaydigan, rasmiy manbani o'qiydigan odamlardir. Siz ham aynan shunday yo'l tuting. Sizningcha 1 avgustdan keyin eng ko'p qaysi sohada o'zgarish seziladi? Kommunal to'lovlardami, bank tizimidami, ta'limdami yoki tadbirkorlikdami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda berilgan maslahat kimnidir ortiqcha jarima, rad javobi yoki katta muammodan saqlab qolishi mumkin.